Qirg'izistonni bebaho otlardan bittasi. Video. 500 ming dollar taklif qilishadimi? 800 ming dollar taklif qilishadimi? 1 million dollar taklif qilishadimi? Sotilmaydi. Haqiqiy jangchi ustidagi chavandoz uchun, egasi uchun jonini qurbon qilishga tayyor bo'lgan vijdonli ot. Qanchalik bu ta'riflarga mos bo'lganini bosilgan layklardan bilib olishlaringiz mumkin. Juda ham mashhur bo'lgan o'sha Akula laqabli ot. Geçen gün Özbekistan'da Çongulak'ta 2 hafta umasal qamatımız uşulak bo'lib bir qo'lcha qo'yalım. Sredney Aziyada barib buna Akula. Biz uqtuk, granitsada kelgende 700 ming dollar qildi. Granitsadan o'tib atqanda 1 million dollar. O'zbekistonda qayerda bo'lsin? Biroq Qirg'iziston nomusiga jaralgan sotilmaydi deb baho Bog'lanmagan yer bor-ku.